Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, endi migrantlarga ehtiyoj keskin oshadimi? Rossiyaga 2030-yilga kelib ko'proq migrant kerak bo'ladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiya iqtisodiyoti kelgusi yillarda jiddiy ishchi kuchi tanqisligiga duch keladi. Prognozlar shuni ko'rsatadiki, 2030-yilga kelib taxminan 11 million yangi ishchini jalb qilish, shuningdek mehnat bozorini tark etayotgan 12 milliondan ortiq rossiyaliklarning o'rniga odam topish kerak bo'ladi, deb xabar beradi Prime Press. Ushbu muammoni hal qilish uchun chet eldan kadrlar qidirish kuchaytirildi. Asosiy e'tibor Janubiy Osiyo mamlakatlari va qo'shni davlatlarga qaratilgan. Manbalarga ko'ra Hindiston, Shri-Lanka, Bangladesh, Turkmaniston va boshqa bir qator mamlakatlardan ishchi kuchini jalb qilish bo'yicha muzokaralar allaqachon olib borilmoqda. Bu holat yangilik emas. Bugungi kunda minglab xorijiy ishchilar Rossiya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarida ish bilan ta'minlangan. Janubiy Osiyo, Shimoliy Koreya va Xitoydan kelgan migrantlar qurilish sanoatida, restoran biznesida va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydi. Migratsiya bo'yicha mutaxassislarning ta'kidlashicha, ishchi kuchi yetishmasligi bir nechta omillar tufayli yuzaga keladi. Bularga mehnatga loyiqatli aholining kamayishi, ishchi kuchining qarishi va ba'zi ishchilarning boshqa sohalarga yoki mamlakatlarga ko'chib ketishi kiradi. Bu yetishmovchilik ayniqsa qurilish, transport, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida keskin seziladi. Shu bilan birga ishchilarga ehtiyoj ortib borishi bilan migrantlarning o'zlariga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda. Hujjatlar, tibbiy ko'riklar va yashash qoidalariga rioya qilish kuchaytirilmoqda. Bir qator mintaqalar ayrim sohalarda ishlaydigan chet elliklarga cheklov joriy qilmoqda. Bu mamlakatlarga ishchilar kerak degan ma'noni anglatadi, ammo hujjatlar va tekshiruvlar yanada qattiqlashmoqda. Migrantlarning o'zlari uchun bu ikki tomonlama zarbani anglatadi. Bir tomondan ishchi kuchiga talab oshadi. Bu esa ba'zi sohalarda ish topishni osonlashtiradi. Boshqa tomondan hujjatlar, patentlar yoki tibbiy ma'lumotnomalar bilan bog'liq muammolar tufayli ishdan bo'shatish xavfi ortadi. Shuning uchun Rossiyaga ishlashni rejalashtirayotganlar uchun barcha hujjatlarni oldindan tayyorlash, rasman ishlash va patent hamda boshqa hujjatlarni yangilash sanalarini kuzatib borish muhimdir. Shu tariqa 2030-yilga kelib Rossiyada mehnat migrantlarining roli yanada sezilarli bo'lishi mumkin, ammo ularga qo'yiladigan talablar ham avvalgidan yuqori bo'ladi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, noxush xabar. Sankt-Peterburgdagi qurilishda reyd. Migrantlarga endi nima bo'ladi? Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Sankt-Peterburgdagi Aleksandr Blok ko'chasida Smatisov oroli joylashgan elita turar joy majmuasi qurilish maydonchasida migrant ishchilarning hujjatlari tekshirildi. Reydda politsiya va Rosgvardiya xodimlari ishtirok etdi. Ishchilar yashaydigan vagonlar va shaxsiy buyumlari ustkovich itlar yordamida tekshirilgan. Jami bo'lib taxminan 60 nafar chet ellik ishchining hujjatlari tekshirildi. Reyd davomida qurilish asboblarini saqlash uchun ishlatiladigan konteynerga yashirinishga uringan 3 nafar hujjatsiz migrant topilgan. Yana bir ishchi hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortgan va politsiya xodimlarini telefonida suratga olishga uringan. U qonuniy talablarga bo'ysunmagani uchun hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketilgan. Reydda 10 dan ortiq odam qonuniy asoslarsiz ishlayotgani aniqlangan. Ularga protokollar yozilib, hozir Rossiyadan deportatsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda.
Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700–800 ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondashuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba: Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Endi migrantlarga zo'r bo'ladi. Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 23 fevraldan mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba, dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1.200.000 so'm. Sankt-Peterburg avtovokzaligacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novoyasinskaya avtovokzalida amalga oshiriladi. Toshkentga qaytish reyslari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. Manba: Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlar soni kamaydi. Endi nima bo'ladi? Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 2026-yil boshiga kelib Rossiyadagi xorijiy fuqarolar soni 5.7 millionga kamaydi. 1 yil oldin bu ko'rsatkich taxminan 6.3 million edi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi vakili Aleksandr Pirojogin migratsiya siyosati bo'yicha konferensiyada ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy sabablardan biri Rossiyadagi migrant bolalar sonining kamayishi. Ularning soni deyarli 4 dan 1 qismga kamaydi. 2025-yil uchun rasmiy natijalar fevral oyida e'lon qilinadi. Ichki ishlar vazirligi shuningdek, agar ota-onalar farzandlarining Rossiyada qonuniy yashash joyini rasmiylashtirmasa yoki ularga majburiy maktab ta'limini bermasa, rasmiylar ularning maktablarda qolishiga qarshi qaror qilishlari mumkinligini eslatdi. 2026-yil 28-yanvardan boshlab Ichki ishlar vazirligi va ta'lim organlari xorijiy fuqarolarning farzandlari haqida ma'lumotlar almashadigan qonun kuchga kirdi. Ichki ishlar vazirligi bola migratsiya maqsadlarida ro'yxatdan o'tkazilganda yoki ro'yxatdan chiqarilganda xabar beradi. Maktablar va kollejlar o'quvchilarning arizalari, qabul, o'qishdan chetlashtirish va rus tili test natijalari haqidagi ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligiga yuboradi. Mutaxassislarning fikricha, qonunlar qattiqlashishi tufayli migrantlar soni ham kamaygan. Yashash qoidalarini buzgan chet elliklar endi tezda nazorat ostidagi shaxslarning maxsus reyestriga qo'shilib, jiddiy cheklovlarga duch keladi. Masalan, bunday shaxslarga asosiy xarajatlar va jarimalarni qoplash uchun faqat 30.000 rublgacha bo'lgan bank hisoblaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Shu sababli ko'pchilik Rossiyadan chiqib ketishga majbur bo'ladi va agar kirishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qilinsa, qaytishga ruxsat berilmaydi. Bundan tashqari, vizasiz kelganlarning qolish muddati qisqartiriladi. 2025-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyada bir kalendar yilida 90 kundan ortiq bo'lishi taqiqlanadi. Ilgari bu muddat har 6 oylik davrda 90 kun edi. Manba: Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz.
O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondoshuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz.